Barchaga salom. Ushbu videomizda Instagramda postni yashirishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun birinchi o'rinda profilimizga o'tamiz va pastroqqa tushib, bironta postni tanlaymiz. Misol uchun mana bu billboard dizayn degan postga o'tdik. Endi bu yerda tepa o'ng burchagida 3 ta nuqta bor. Shuni bosamiz. Xo'p, bosganimizdan so'ng esa bizda birinchi buyruq chiqyapti. Bu arxivlash buyrug'i. Ya'ni soatchani belgisi bor bo'lgan buyruq. Mana shuni bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, endi postimiz arxivlandi, ya'ni yo'qoldi. Bu arxivlangan postimiz faqat o'zimizga ko'rinadi. Boshqalarga esa ko'rinmaydi. Mana tepaga chiqamiz. Mana ko'rib turibsiz, tepada 36 ta degan 36 ta post raqami turibdi. Hozir boya 37 ta edi, bittaga kamaydi. Yana bitta postimizni yashirsak, arxivlasak, yana bittaga kamayib 35 taga aylanadi. Xo'p, sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Hozir arxivlangan postimizni yana qaytarib qo'ysak bo'ladimi degan. Ha, albatta bo'ladi. Buning uchun tepadagi 3 ta chiziqcha menusini bosamiz, ya'ni menu buyrug'ini bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turibsiz, yana arxiv degan buyruq bor. Mana ko'rib turibsiz, 5-o'rinda turibdi. Mana shuni bosamiz. Bu arxivlanganlar bo'limi. Mana bu yerda postlarning, ya'ni arxivlangan postlar bu yerda chiqadi. Mana shu post arxiv degan buyruqni bossangiz, yana 3 ta bo'limi bor. Xo'p, stories arxiviga o'tsangiz, bu arxivlangan istoriyalar bo'limimiz bor. Xo'p, bizga keraklisi esa post arxiv degan bo'lim kerak. Mana shu yerda arxivlangan postlarimiz turadi. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, boyagi biz arxivlangan postimiz turibdi, ya'ni yashirgan postimiz. Agar buni yana qaytarib qo'ymoqchi bo'lsak, ya'ni profilimizga qo'shib qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu yerdan 3 ta nuqtani bosamiz. Va bizda buyruq chiqyapti, mana plus belgisi bilan show on profile. Mana shuni bosamiz. Show on profile bosamiz va postimiz yana profilimizga qaytib borib tushadi. Xo'p, yana bitta yangilaymiz profilimizni. Mana ko'rib turibsiz, 36, 37 ga o'zgardi. Pastga tushamiz. Mana ko'rib turibsiz. Billboard dizayn dizaynimiz yana qaytib keldi. Do'stlar, shunaqa qilib Instagramda postlarni yashirsangiz bo'ladi. Bu yashirgan